Siz diyetaga o'tib 5-7 kilo tashlagansiz, lekin 2-3 oy o'tib vazn yana qaytgan. Nega? Iroda yetishmadimi yoki organizm sizga qarshi ishlayaptimi? Statistik kuzatuvlarga ko'ra, keskin diyetalarning katta qismi uzoq muddatli natija bermaydi. Bugun biz vazn yo'qotishning biologik haqiqatini ochib beramiz. Ko'pchilik diyetani kamroq ovqat yeyish deb tushunadi, lekin organizm buni boshqacha qabul qiladi. Kaloriya keskin kamayganda metabolizm sekinlashadi, energiya tejash rejimi yoqiladi, yog' saqlash mexanizmi kuchayadi. Organizm sizni ochlikdan saqlashga harakat qiladi. Natijada siz kamroq yeysiz, lekin kaloriya ham kamroq yoqasiz. Natijada diyeta tugagach ko'pincha bir xil muammoga duch keladi. Vazn qaytadi. Tibbiyotda bu holat white cycling deb ataladi, ya'ni vazn tashlab, keyin yana qayta yig'ish jarayoni. Bu nima uchun sodir bo'ladi? Diyeta paytida metabolizm pasayadi, grelin, ya'ni ochlik gormoni oshadi, leptin to'qlik gormoni kamayadi. Diyeta tugagach esa ishtaha yuqori bo'ladi. Metabolizm hali tiklanmagan bo'ladi. Organizm zaxira to'plashga intiladi. Natijada vazn tez qaytadi. Bu iroda masalasi emas, bu biologik moslashuv. Kamroq ye, ozasan, uglevodni butunlay kes, och yurish yog'ni eritadi. Haqiqat, vazn yo'qotish bu metabolik muvozanat masalasi. Organizm xavfsizlikni his qilmasa, yog' bermaydi. Barqaror vazn yo'qotish 3 ustunga tayanadi. Metabolizmni keskin pasaytirmaslik, mushak massasini saqlash, gormonal balansni buzmaslik. Bu nimani anglatadi? Keskin kaloriya cheklovi yo'q, oqartirilgan uglevodlarni kamaytirish, yetarli oqsil, uyqu va stress nazorati. Vazn yo'qotish bu jazolash emas, muvozanat. Ammo savol tug'iladi. Agar metabolizm sekinlashgan bo'lsa, ichak faoliyati sustlashgan bo'ladi. To'qlik signallari izdan chiqqan bo'lsa, bu muvozanatni qanday tiklaymiz? Faqat kaloriya nazorati yetarlimi? Yo'q. Ba'zida organizmni ichki jarayonlar darajasida qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladi. Buning uchun esa ichak faoliyatini yaxshilash, to'qlik hissini oshirish, metabolik jarayonlarni normallashtirish xususiyatiga ega ba'zi tabiiy o'simliklar komponentlari mavjud. Masalan, tarkibida lion, chia, amarant, lotus va shafran bo'lgan slim kapsulasi tananing holatini sezilarli darajada yaxshilaydigan va eng muhimi, vazn yo'qotish jarayonini boshlaydigan komponentlarni o'z ichiga oladi. O'simlik ekstraktlari metabolizmni normallashtiradi, uni tezlashtiradi va farovonlikni yaxshilaydi. Natijada tabiiy ingrediyentlar va vitaminlar majmui tufayli asta-sekin vazn yo'qotiladi. Muhim jihat, bu mo'jiza kapsulasi emas, bu organizmni bosimga emas, muvozanatga olib kelish yondashuvi. Bugungi bozorda turli xil vazn yo'qotish mahsulotlari juda ko'p, lekin ularning hammasi ham xavfsiz va sifatli emas. Ko'pincha tarkibi aniq ko'rsatilmagan, arzon sintetik aralashmalardan qo'shilgan, noma'lum kelib chiqishga ega mahsulotlar uchraydi. Bu esa metabolizmni qo'llab-quvvatlash o'rniga organizmga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun agar siz vazn tashlash uchun metabolik qo'llab-quvvatlash mahsulotini tanlasangiz, quyidagilarga e'tibor bering. Tarkibi ochiq ko'rsatilganmi? Organik xom ashyo ishlatilganmi? Aralashmasizmi? Sifat nazorati mavjudmi? Masalan, slim kapsulasi o'simlik komponentlari asosida ishlab chiqariladi va tarkibi ochiq taqdim etiladi. Lekin uni asl va organik holatda rasmiy manbalardan olish muhim. Sunnah Product Slim mahsulotini aynan sifat nazorati va tabiiy tarkibi tamoyili asosida taqdim etadi. Bu yerda asosiy maqsad tez ozish emas, barqaror va xavfsiz natija. Diyetalar ko'pincha ishlamaydi, chunki ular organizmga qarshi ishlaydi. Vaznning siklik qaytishi, white cycling bu biologik himoya mexanizmi. Agar siz barqaror ozishni istasangiz, metabolizmingizni tushuning, keskin cheklovlardan qoching, ichki muvozanatni tiklang. Sog'lom va vazn yo'qotish bu jarayon. Agar sizga shunday ilmiy asoslangan kontentlar yoqsa, kanalga obuna bo'ling.